Endi bugun biz yana Gambian so'men qo'raymiz. Gambian so'menni bir qatim ko'rsatib qo'ysam, o'zimizniki Gambian so'menni xushbiroq tam quruvchi bor. Tam quruvchi o'zingizning tam quruvchi bir ko'rsatib qo'ysangiz, degan bo'lg'achqa, bu oilaga ham tushidi. Buning 1 kilo, 10 kilo qashlangani bor. Shu bo'yicha sizlar ishlasanglar bo'ldi. Darsikini men sizlarga avat bersam bo'ldi. Endi oilada odatda zoli qilib, masalan, mayda pishirib, ko'ktatlarni uzoq qilmaymiz. Sonra oilada qanday qo'raymiz desanglar, o'zining meyvelen qo'rqitishini ko'rsatib qo'yma. Diqqatinglar, bugungi Gambian so'men qo'rqitildi bo'lsin. Go'sht soldik, go'shtimdan qo'raymiz, Qarang. Bu qaraydigan bo'lsanglar, mana Jusayninki g'ol tarafi. Bu malaydi ham berdi, Gambian so'menga. Endi biz bunga so'mpiyaz. Sizlar qo'rganda bir ishni his qildinglarmi-ki? Jusayning puruq ta'mi samsoqnikidan kuchliroq. Shunga samsoqni salsak, Jusayni salsak, bu sal tutaq bir ta'mni tayyor qilib qo'ydi. Shunga biz samsoq sanmadik, Sinjongmi sanmadik. Biz hamda bizning o'zimizningki Gambian so'menninki tayyorlagan oshqonlarni ishlatayotgan qiyamini salamiz. Az qoldi qarindoshlar, bizning zavodimiz pishsa, bir-birlab Qasımca Osman markası tam kuruluşlar aile kirişi başlaydı. Avvalkini özümüz müşahede 300 katım yancıyını kılıp, en tetimli halette, en ölçemlik pazar tüşkidek halette sizlerin huzurunlar sunmakçı. Siyamını saldık, hiç kanda kursanmayımız. Bir de hem koruyumuz, Şu sayı sanmadım, bir de hem koruyumuz, Şu sayılarını salımız, Biz mana Gambian so'men masharat qo'yiblar. Xiridanning o'ziga aytsak bo'ldi qaranglar. Mana amdi qo'rbesimni qo'tlabosini chiqdi-da bu. Gambian so'menni qo'rish shunchalik oddiy. Bozorga solmadingizmi, bizdan qiyomni setib olsangizlar, siz buni o'lchamlik bozorga sola olasiz. Ondan sonra bugun Gambian so'menni bir tetib boqaylik. Endi bugun biz yana Gambian so'men qo'raymiz. Gambian so'menni bir qatim ko'rsatib qo'ysam, o'zimizniki Gambian so'menni xushbiroq tam quruvchi bor. Tam quruvchi o'zingizning tam quruvchi bir ko'rsatib qo'ysangiz, degan bo'lg'achqa, bu oilaga ham tushidi. Buning 1 kilo, 10 kilo qashlangani bor. Shu bo'yicha sizlar ishlasanglar bo'ldi. Darsikini men sizlarga avat bersam bo'ldi. Endi oilada odatda zoli qilib, masalan, mayda pishirib, ko'ktatlarni uzoq qilmaymiz. Sonra oilada qanday qo'raymiz desanglar, o'zining meyvelen qo'rqitishini ko'rsatib qo'yma. Diqqatinglar, bugungi Gambian so'men qo'rqitildi bo'lsin. Go'sht soldik, go'shtimdan qo'raymiz, Qarang. Bu qaraydigan bo'lsanglar, mana Jusayninki g'ol tarafi. Bu malaydi ham berdi, Gambian so'menga. Endi biz bunga so'mpiyaz. Sizlar qo'rganda bir ishni his qildinglarmi-ki? Jusayning puruq ta'mi samsoqnikidan kuchliroq. Shunga samsoqni salsak, Jusayni salsak, bu sal tutaq bir ta'mni tayyor qilib qo'ydi. Shunga biz samsoq sanmadik, Sinjongmi sanmadik. Biz hamda bizning o'zimizningki Gambian so'menninki tayyorlagan oshqonlarni ishlatayotgan qiyamini salamiz. Az qoldi qarindoshlar, bizning zavodimiz pishsa, bir-birlab Qasımca Osman markası tam kuruluşlar aile kirişi başlaydı. Avvalkini özümüz müşahede 300 katım yancıyını kılıp, en tetimli halette, en ölçemlik pazar tüşkidek halette sizlerin huzurunlar sunmakçı. Siyamını saldık, hiç kanda kursanmayımız. Bir de hem koruyumuz, Şu sayı sanmadım, bir de hem koruyumuz, Şu sayılarını salımız, Biz mana Gambian so'men masharat qo'yiblar. Xiridanning o'ziga aytsak bo'ldi qaranglar. Mana amdi qo'rbesimni qo'tlabosini chiqdi-da bu. Gambian so'menni qo'rish shunchalik oddiy. Bozorga solmadingizmi, bizdan qiyomni setib olsangizlar, siz buni o'lchamlik bozorga sola olasiz. Ondan sonra bugun Gambian so'menni bir tetib boqaylik.